Assalomu alaykum ustuvorlar muxlislari. Xo'p, Opel Vectra olsam bo'ladimi? Zapchaslari muammo bo'lmaydimi ustalari bilan debdilar. Bu mashina Lacetti'ga o'xshagan, tashqi ko'rinishi o'xshashib ketadi. Men olishingizni tavsiya bermar edim. Misol olsangiz, balki 0 probegini oling yoki juda ozroq probegini. Usta ham zapchasi ham muammo bo'lmaydi, chunki ustalarimiz ham kuchli ancha. Zapchasi topish ham muammo emas. Xohlagan joyingizdan, misol chet elda bo'lsa olib keltirsangiz bo'ladi, muammo yo'q. Buni o'rniga maslahat bergan bo'lardim. Hozirgi kundagi zamonaviy mashinalardan xarid qilishingizni, ya'ni Cobalt deymizmi, Onyxmi, bu yog'i cho'ntagingizga qarab ketaveradi. Endi usta ham nima ham muammo bo'lmaydi, lekin baribir shunaqa holatki puliga baribir qimmatroq hisob kitobiga bo'lib qoladi. Ya'ni hamma usta ham ocha olmaydi uni. Shunisida farqi bor.